Bu yerda keskinlik yuqori, konsentratsiya maksimal darajada bo'lishi shart. Birgina xato qimmatga tushadi. Sportchidan zardorlik va kurashuvchanlik talab qilinadi. 23-dan 25-oktyabrgacha Toshkent shahrida Markaziy harbiy sport klubi majmuasida aralash jang san'atlari bo'yicha professionallar o'rtasida Mudofaa vaziri kubogi uchun bahslar bo'lib o'tadi. Mamlakatimizning jahon miqyosida ko'zga ko'ringan jangchilari Humoyun To'xtamurodov, Ramazon Temirov, Suhrob Rahimbekov va Azamat Muftullayevlar ishtirokidagi janglar guvohiga aylanasiz. Demak, 23, 24, 25 oktyabr kunlari Sport telekanalida aralash jang san'atlari bo'yicha Mudofaa vaziri kubogi uchun o'tkaziladigan musobaqani o'tkazib yubormang.